Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Xo'p, yangilikni yaxshisi kelib qoldi. Ko'pchilik Captiva 3.4 bo'lgandan deb ko'pchilik so'rayotgandi. Marhamat. So'raganlar talablariga binoan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 S5 ni to'r qilingan variantidan kelib qoldi. Marhamat. Mashina original zapchastlarda to'r bo'lgan. 19 dyumli yaxshi diskalardan qo'yilgan, balonlari ham yangi krugovoy tonirovkasiga 10 oy ruxsatnomasi bor. Marhamat. Mashinamizga qizig'i oxirgi avlod propan gaz ustanovka bo'lgan. Xudo xolisa mashinamizni minishga tayyor. Marhamat, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 107 ming probegda. Mana Gazam stage dan o'rnatilgan ekan. Mana holatlari yaxshi. Mana kapotining betida kraskasi bor. Mana kuchli motorda bo'ladi, polniy привод bo'ladi. Motor, korobka, ходовой xullas yaxshi holatda minishga tayyor. DCC'lar joyida. Mana propan gaz. Xullas mashinamiz sotuvda. Mashinamizni 13.700 dollarga beramiz. Mana 13.700 dollarga beramiz. Buni Devo mashinalarga barter qilamiz. Hop. 6-7 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Ko'ringlar. Mashinamiz sotuvda, yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Yana tushunmagan gaplarni telefonda, Telegram, WhatsApp orqali gaplashamiz. Hammaga omad. Salomat bo'linglar, rahmat e'tibor uchun.